Malika atrofidan remontlari shundoq kirib yashashga tayyor va kvadraturasi kattaroq kvartira qidirgan mijozlarimiz uchun ajoyib taklifimiz bor. Modern Stroy tomonidan qurib bitqizilgan Usta Shirin turar joy majmuasini 4-qavatida 4 xonali umumiy maydoni 140 kvadrat bo'lgan podключ tayyor kvartiramiz sotuvga chiqdi. Turar joy majmuamizni afzalliklariga keladigan bo'lsa, yopiq qo'riqlanadigan hududda joylashgan. Begona mashinalar va begona odamlar kirmaydi. Undan tashqari shunaqa katta bolalar maydonchasi hamma qulayliklari bilan yaratilgan va o'tirish uchun mo'ljallangan joylar qoldirilgan. Sotib olgan odam inshaalloh maza qilib oilasi bilan yashasa bo'ladi. Endi sizlar bilan uyimizning ichki qismini ko'rib chiqamiz. Kvartiramizga kirishimiz bilan chap qo'limizda shunaqa tayyor vstroyniy garderoblar qilib qo'yilgan va kirishimiz bilan o'ng qo'limizda umumiy hojatxonamiz joylashgan. Hamma santexnikalari qo'yilgan. Va kirishimiz bilan shunaqa katta hol, kuxnya bilan studiya formatida qilingan. O'ng qo'limizda bo'lsa uyimizning master spalnyasi joylashgan. Remontlariga baho beringlar. Juda ham chiroyli did bilan odamni ko'ziga yoqadigan ranglardan foydalanilgan. Afzalli tomoni ichida o'zini garderob uchun alohida xonasi hamda sanuzeli bor. Yonginasida sanuzelimiz. Uyimizning remontlari juda ham chiroyli, odamni ko'ziga yoqadigan stilda remont qilingan va eng asosiysi sifatli mahsulotlar ishlatilgan. To'g'rida bo'lsa, xohlasanglar kichkinagina mehmonxona yoki bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu xonamizning o'zini balkoni ham bor. Hozir narigi tomondan chiqib hammasini birma-bir ko'rsataman. Yana bitta fishkasi uyimizda garderob uchun alohida xona qoldirilgan. Va yana bitta master spalnyamiz joylashgan. Tayyor pardalariga jon ilib qo'yilgan. Lyustralari hamma narsasi tayyor ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning ham o'zini alohida garderob uchun xonasi va sanuzeli bor. Va aytib o'tganimdek, uyimizning shunaqa katta balkoni ham bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizda Malika joylashgan.